Jitellar, to'g'risini aytinglar, mani pulimni kim oldi? Xo'p, mana shu uyni kechasi qaysidir jitel mana shu uyimga kirib, mana bu yerini buzib, kerakchi uxlayotganimda mana shu yerda seyfimni ochib, qanday qilib bilmayman, lekin pullarimni olibdi-da o'zimga atigi $4 qoldiribdi. Kim bunday ishni qildi? Kim bunday ishni qildi? Aytinglar, yaramas jitellar. Kim bunday ishni qildi deyapman sizlarga. Kapot biza qilmadik lekin, sen to'g'ri o'ylayapsan lekin. Sizlar qilmagan bo'lsanglar kim qiladi bu yerda boshqa hech kim yashamaydi-yu. Xo'p, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videoroligimga xush kelibsizlar. Ko'rib turganlaringizdek, qaysidir jitel, yaramas jitel meni uyimga kirib, pullarimni o'g'irlab ketibdi. Xo'p, hech kim tan olmayapti hozirlikcha. Endi men nima qilaman? Atiga $4 bor. Nima qilsam bo'lardi u pulga? Aytinglarchi, mana shu yerni buzgan va seyfimni qaysidir jitel tunab ketgan. Aytinglar desam, hech qaysi jitel aytmayapti. Endi men nima qilaman bu yerni? Qanday nima qilaman? Pulim yo'q, endi men ko'chada qolamanmi? Tak, nima qilsam bo'ladi? Mana shu $4 ga hech narsa bermaydi hozir qishlog'imizda. Mana shu $4 ga hattoki non ham bermaydi-da, ishoninglar obunachilar. Sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar, chunki men tezroq obunachilar 1K obunachi bo'lishim kerak. Let's go. Stop, menga bir g'oya kelyapti obunachilar. Sizlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lsanglar, buni amalga oshiramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, birinchi meni g'oya kelyapti, lekin sizlarga keyinroq aytib beraman. Xo'p, birinchi men endi uyimni she'rni yopib olishim kerak. Ko'ryapsizlar obunachilar, men kreativdaman. Ya'ni admindan pulga kreativni sotib olgan edim. Xo'p, endi men bu kreativ yordamida shu g'oyamni ham amalga oshiraman. Endi sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar, chunki men 1K obunachi tezroq bo'lishim kerak. 1K obunachi bo'lganimda shu yuzimni ko'rsatib stream qilaman obunachilar. Xo'p, unda men sizlarga aytib beraman, bitta g'oya bor. Xo'p, asta-sekinlik bilan chiqqanmiz. Mana shu ko'rib turganingizdek quduqdan foydalanamiz meni rejam bo'yicha. Mana shu quduqni kechasi ichiga qanaqadir asbob anjomlarimni ya'ni olib kelaman-da, ichini kovlaymanda, jitellarni mana shu yerda sehrli pul tashilsanglar, mana shu yerda kerakchi sehrli narsa, ya'ni pullaringni 2 barobar qilib berar ekan deyman. Ya'ni masalan $2 tashisa $4 qilib berar ekan deymanda obunachilar. Xo'p, mayli, kechasi bo'lishini kutamiz. Xo'p, mana obunachilar yarim kechasi ham bo'ldi. Endi men ishimni bajarishga o'taman obunachilar. Xo'p, davay unda hamma uxlagan bo'lsa, men ishimni bajaraman obunachilar. Davay, operatsiyani biz boshladik obunachilar. Let's go. Sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Tak, unda men bu yerni o'chiraman va endi men boshlayman. Xo'p, asta-sekinlik bilan boramiz. Hamma uxlagandir deb umid qilaman. Tak. Stop, jitel bor ekan, jitel meni ko'rib qolmasin obunachilar. Tak, tezroq bo'lamiz. Tak, shuni olamiz va bolta kerak bizga. Ozgina ishlatamiz bu yerda va tezroq qo'yamiz. Bo'ldi, tezroq chiqamiz va jitel meni ko'rmadi degan umiddaman, ko'rmabdi. Xo'p, endi yozamiz. Z2 va Z0. Xo'p, menimcha suvda yo'qoldi suv. Xo'p, endi ishimni bajaraman obunachilar. Ishimni aytib o'taman sizlarga. Xo'p, birinchi bo'lib mana shu quduqni jitellariga maqtanamiz. Ya'ni men bu jitellarni ko'zini oldida pul tashlayman. Qanaqadir pul tashlayman. Men shu yerga pul tashlasanglar 2 barobar yoki boshqa narsa deb aldayman. Kerakchi jitellar hammasi pul tashlaydi bu yoqqa. Keyin mana shu yerdan o'tadigan qilaman-da, mana shu yerning pastiga pul solib qo'yishga sandiq qilaman. Jitellar tashlagan pulni men olaman va shunda nimaga buni ishni qilyapsan Kompot? Nima alaming bor jitellardan deyishinglar mumkin. Lekin men alamim bor, chunki meni seyfimdan qaysidir jitel olib ketgan pulni. Shuning uchun hamma jitel jabr ko'radi.
bitta jitilni deb. Xo'p, bir kishi hamma uchun hamma bir kushun deganlardek, men ishni ham boshlayman. Mana bu yerda sandiqlarni qo'yib olaman. Bu yerga pul tushishi uchun. Tak, bu yerga endi tepasiga shunaqa narsalarni 4 tasini qo'yib olamiz. Bu yerga pul tushadi va sandiqqa solinadi. Xo'p, bu yerni ham buzamiz va bu yerni mana bunaqa nimadan qilib shunaqa qilib taxlab chiqamiz. Tak, stop. Mana shu yer ochiq qolibdi va bu yerni ham ochamiz, kengaytirib, bu yerni yopamiz. Xo'p, bu yerni ham o'chiramiz ozodchalikcha. Tak, endi bu yerga ham blokni qo'yamiz. Yorug'lik ozgina kerak bo'ladi. Tak. Endi bu yerga esa xo'p, nima qo'ysam bo'ladi? Xo'p, o'yla kompot. Tak, bu emas. Mana bu. Xo'p, buni qo'yib olamiz. Mana bu yerga bu ko'rinmas blok. Hech kim obunachilar ko'rmaydi bu blokni. Xo'p, yaxshi, obunachilar normalniy. Xo'p, endi esa darvom bu yerga ya'ni chiqish yo'lini chiqarib qo'yamiz. Yo'q, obunachi sal qoldi-ya, jitil ko'rib qolar edi. Tak, bu yerga ham ko'rinmas blokni qo'yib olsak, hech kim meni ko'rmaydi va shu yerdan sezdirmasdan kiraman va pullarni olib chiqaman. Idealniy g'oyada bu geniy. Qanday geniy bo'lish kerak buni? Ya'ni bunaqa g'oyani ishlash uchun bolalar, obunachilar, men geniyman. Shuning uchun videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroqman 1000 ta obunachi bo'lishim kerak, obunachilar. Xo'p, endi men mana bu yerga buni sal o'zgartirish kiritishim kerak. Tepasiga, ya'ni qanaqadir oddiy quduq bo'lib turmasligi kerak-da bu obunachilar. Tak, jitil meni ko'rmayapti. Yaxshi. Xayriyat, meni jitil ko'rmayapti. Men chunki osmondaman, ya'ni kreativda aytib o'tganimdek. Tak, bu yerni ham qanaqa stilni qilsam ekan-da, menimcha yarim oy qilsam bo'ladi. Ya'ni bu oltinni, ya'ni pulni belgisi bo'ladi, obunachilar. Qalay, yaxshimi obunachilar? Chotki menimcha chotki chiqdi, obunachilar, qaranglar. Xuddi 5 ga o'xshab qoldi, o'rtasidan chizilgan. Lekin bu S. Tak, bu yerga esa endi izmortlarni o'zimga olaman va menimcha ishlarimni qilib oldim, obunachilar. Tak, yoki ana shu yerga pullarimni ham olsam, bu yerda endi o'g'irlab ketishlari mumkin. Bo'ldi, obunachilar, ertalab ham tushdi, obunachilar. Xo'p, jitillar bor ekan, o'zi ish beryapti. Xo'p, obunachilar, jitillar qalaysizlar, yaxshimisizlar? Nima bu jitillar? Nima bo'ldi endi bu? Kapot, men bilmayman lekin bu nimaligini. Men bilaman, qaranglar. Sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Xo'p, bu yerga qaranglar, jitillar, bu yerga pulni tashlaysanglar, 2 barobar qilib chiqarib berar emish. Davaymi, let's go mi? Ya'ni 2 barobar deganimda izmort ko'rinishida chiqarib berarmish. Xo'p, mana tashladim. Vo, mana izmort keldi 64 ta, ya'ni 1 stak. Yo'qmi, kapot, qanday qilding buni san? What the fuck, jitillar, biz ham tashlab ko'ramizmi? Nima dedinglar? Da, maslahat beraman sizlarga, ham tashlab ko'ringlar. Men ketdim. Tezroq bo'l, tashlab ko'ramiz, olib chiq pullaringni. Obunachilar, ish berdi. Men blokka o'chaman va pastga sekin tushaman. Oho, obunachilar, let's go, ish beryapti sekin. Qani, o'zimning pulim bu. Endi jitillar tashlaydi menimcha. Jitillar, olib kelyapsizlarmi? Tashlanglar, davay. Olib kelyapman, hozir, mana tashlayapman. Qani, menga keldimi? Pul keldimi? Yo'q, biroz keyin keladi menimcha. Ko'proq tashla, ko'proq ziqnalik qilma. Obunachilar tashlayapti menimcha. 3-4 ta jitil bir bo'lib tashladim. What the fuck, obunachilar? Bu pulni qaranglar. Jitil, hammasini tashladim, pullarimni nimaga kelmadi? Biroz kuch kerak menimcha. Menimcha kuchimiz kerak. Ungacha sanab tashlab tur. Obunachilar, let's go. Biz pulli bo'lyapmiz. 2 barobar pulli. What the fuck? Jitil, nimaga menga 2 barobar bo'lib qaytmayapti pullarim?
Mani pullarimni topib berlaring. Qani pullarim? Obunachilar, what the fuck? Endi men bo'yman karichamasini olaman. Let's go. Let's go, let's go. Bo'ldi, chiqamiz obunachilar. Bo'ldi, ish berdi rejamiz. Jitil, pullarim qani mani? Bilmayman. Jitillar, qalaysizlar, nima gaplar? Sizlarga yoqdimi? Nima, qaytmadimi pullaringiz? Kapot, sen qayerdan bilyapsan buni? Mana pullaringiz sizlarni. Voy, bilasan oldingmi, Kompot? Yo'q, men olmadim. Endi men sizlarga sadaqa qilyapman-da. Mana sadaqa sizlarga, olinglar. Sizlarga sadaqa, qolgani esa menga. Kapot, endi pulingni o'zgina ber. Yo'q, bo'ldi, tushinglar, короче, tush sanam, kerak emassan. Obunachilar ko'rdinglarmi? Mana rejam ish berdi. Men geniyman obunachilar, tushunasizlarmi? Xo'p, obunachilar ko'ryapsizlar, lekin rejam zo'r bo'ldi obunachilar. Videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar obunachilar. Men tezroq bir obunachi bo'lishim kerak obunachilar. Let's go. Keyingi videoda ko'rishguncha